Hadisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunchalik ko'p xizmat qildilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu axloqlaridan o'zimizga bir xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Hadisha onamizga mehrlari qancha bo'lganligini. Va hozirgi vaqtda ham har bir erkak kishilar o'zining oilasiga nisbatan shunaqa bir ishni qilganmi yo'qmi bir tekshirib o'zi bilib olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y so'ysalar, shu qo'yni go'shtlarini bo'lib Hadija onamizning shu dugonalariga shu go'shtdan jo'natib borar ekanlar, vafot qilib ketganlardan keyin. Biror bir kishi o'zini oilasi o'tib ketgandan keyin shu bir yaxshilik qilganda shuni tanigan ayollarga bir narsa jo'nata oladimi, birodarlar? Jo'natganmi? Albatta uning o'z javobi aniq yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shunchalik ko'p Hadisha onamizni ko'p yod qilganliklarida vafot qilib ketganlardan keyin hatto Oysha onamiz aytar ekanlarki, men biror bir odamga g'ayurlik qilmadim, Hadishaga g'ayurlik qilganim deydi. Vaholanki men Hadishani ko'rmagan edim deydilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'p zikr qilib yod olganlardan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasablari ham asosiy Hadisha onamizdan mana nasablari qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, menga Hadishaning jannatdagi qasri ko'rsatildi. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hadisha onamizga jannatdagi uyni, qasrini bilan bashorat berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. Ya'ni o'tgan ummatlardagi ayollarning eng yaxshisi Maryam bint Imron bo'lsa, keyingi ummatlarning ichidagi ayollarning eng yaxshisi Hadisha radhiyallohu anha degan ekan.